2022 yil 4-dekabr, demak mana 28-misolga yetib keldik. Aytilyapti mana rompning katta diagonali 10 ilzosida 4 plus 2 ilzosida 2 ga teng deyapti. O'tkir burchagi 45 gradus bo'lsa deyapti. Diagonallar kesish nuqtasidan tomonlargacha bo'lgan eng qisqa masofani yig'indisini toping degan savol ekan. Endi qarang, mana rompni chizib oldik-da. Mana buni katta diagonal desam mana BD katta diagonal desam D2 deb belgilash kiritib olyapman mana. Hozir belgilash kiritib qo'yaylik mana. BD deb turib mana D2 ni belgilash kiritdim, katta diagonalni. Keyin mana bu AC deb turib kichkina mana D1 diagonalni kiritib oldim, belgilash. Endi e'tibor beramiz. Mana bu burchagimiz necha gradus bilan o'tkir burchak 45 gradus bo'lyapti. Bu kichik, ya'ni katta burchak qarasa katta tomon yotadi deganik. To'g'rimi? 135 gradusda burchak qarasa katta tomon yotibdi mana. Ya'ni katta diagonal yotibdi. Endi e'tibor beraylik. Biz mana buni bilamiz. Endi S romb yuzasi nimaga teng bo'lardi? S ya'ni A, B, C, D romb yuzasi teng bo'ladi. Nimaga? A kvadrat sinusdan alfaga. Buni topadigan bo'lsak, endi e'tibor beramiz mana A ni kvadrat, mana tomonni masalan romb tomonni A deb belgilashga ketadigan bo'lsak, bu holda qanaqa bo'ladi? E'tibor beramiz. Demak A kvadrat sinus alfani 135 gradus olaman. 135 gradus. Demak buni hisoblaydigan bo'lsak, nima bo'lib qoladi? A kvadrat ilzosida 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu ketdi birinchi tomonlama. Ikkinchi tomonlama nimaga teng bo'ladi yuzamiz? S A B C D yuzamiz teng qoladi. Diagonallar nima? Bir-biriga perpendikulyar bo'ladi. Demak D1 ko'paygan D2 taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi mana. Xo'p, endi keyin yana bitta formulamiz bor, mana bundan foydalanamiz keyin. D1 ni kvadrati plyusdan D2 ni kvadrati teng 4 ta A ni kvadratiga. Mana shu uchalasidan foydalanib biz topib olamiz. D2 bor, bizga D1 ni topib olamiz keyin. Endi e'tibor beraylik. Mana bu ikkita yuzlarni bir-biriga tenglashtiraman. Demak A kvadrat ilzosida 2 teng bo'lib qoladi nimaga? Mana bu ikkilar bo'lyapti. Ko'paytirsak ketadi. Demak D1 ko'paygan D2 ga. Endi e'tibor beramiz. Mana shu yerdan biz A kvadrat topadigan bo'lsak, D1 ko'paygan D2 taqsim ilzosida 2 bo'lyapti. Bu teng ekan. Endi e'tibor beramiz buni. Bizga D2 berilyapti mana. D2 mana shuni D2 deb belgilash kirityapmiz. Katta diagonal mana D2 berilyapti. Endi D2 ni o'rniga olib qo'ysam, bu hol nima bo'lib qoladi? Xo'p, 10 ko'paygan D1 ilzosida 4 plyusdan 2 ilzosida 2 taqsim bo'lib qolyapti, ilzosida 2 bo'lyapti. Bo'ldi, bu ketdi bu. A ni kvadratini topib oldim. Endi e'tibor beramiz mana. E'tibor beramiz. Mana shu A kvadratni mana bu yerga olib qo'yaman. U holda mana D1 ni kvadrati plyusdan D2 ni kvadrati bilan mana buni kvadrati. Demak 100 keyin qolsa 4 plyusdan 2 ilzosida 2 bo'ladi. Mana buni kvadratga oshirdim. Keyin mana teng bo'lyapti nimaga? 4 ko'paygan A ni kvadratiga. A ni kvadrati o'rniga mana buni qo'yaman. U holda nima bo'lib qoladi? 40 ta 4 bo'ladigan bo'lsam, buni qo'ysam A kvadratni o'rniga 4 ko'paygan 10 D1 keyin 4 plus 2 ilzosida 2 taqsim ilzosida 2 bo'lyapti. Tushunarli bo'ldimi? Keyin mana D1 bo'lyapti. Endi bu nima bo'lyapti? D1 ni kvadrat, keyin 10 ta D1 bo'lyapti. Endi D1 ga nisbatan kvadrat tenglik kelib qolyapti. Mana shu yerdan D1 topadigan bo'lsak, hisoblab chiqadigan bo'lsak, D1 imiz kelib chiqadiki 10 ilzosida 4 minusdan 2 ilzosida 2 chiqadi hisoblab chiqsak. Ya'ni kvadrat tenglama yechadigan bo'lsak, mana shunaqa kelib chiqadi D1 diagonalimiz. Tushunarli bo'ldimi? Endi ketdik. D2 bilan D1 diagonalimiz ma'lum. Endi D1 diagonalimiz ma'lum bo'lsa, mana A kvadrat topib olamiz. Demak, A ni kvadrati teng bo'ladi 10 ko'paygan D1 o'rniga mana buni qo'yaman demak. 10 ko'paygan 4 minusdan 2 ilzosida 2 ko'paygan mana bu. Ilzosida 4 plus 2 ilzosida 2. Taqsim nima bo'lyapti mahrajda? Mahrajda ilzosida 2 bo'lyapti. Mana. Demak, buni hisoblaymiz. 10 ga 100 bo'ladi. Ilzosida ko'paytsak 16 minusdan 8 taqsim ilzosida 2 bo'lyapti. Buni hisoblaydigan bo'lsak, demak 100 ko'paygan 2 ilzosida 2 taqsim nima bo'lyapti? Ilzosida 2. 16 dan 8 ayiradigan bo'lsak, ilzosida 8 bo'ladi. Ilzosida 8 dan 2 ilzosida 2 chiqadi. Bu ikkalasi qisqarib ketsa nima bo'ladi? 200 ga teng bo'lar ekan A ni kvadrati. Demak, A ni kvadrati nimaga teng bo'lar ekan? 200 ga. A kvadratimiz 200 ga teng bo'lsa, A miz nimaga teng bo'ladi? U holda A ni topadigan bo'lsak, 10 ilzosida 2 ga tenglik kelib chiqadi A ni. Bo'ldi, A ni topib oldik demak. Endi e'tibor beramiz. A ni topmasak, bizlar nimani so'rayapti? Diagonallar kesish nuqtasidan
tomonlargacha bo'lgan eng qisqa masofani toping deyapti. Demak, diagonal kesish nuqtasi mana bo'lsa, mana bu yergacha mana bu yoqqa tushilgan perpendikulyar so'rayapti. Qanaqadir h bo'lsin masalan. Endi nima bo'ladi? Mana bu A, mana bu nuqtani qanaqadir O nuqta desak, A, O, D to'g'ri burchakli uchburchakdan foydalanamiz demak. Ya'ni S1 mana shu, ya'ni A, O, D uchburchak yuzasini S1 deydigan bo'lsak, u holda mana bunga teng bo'ladi qarang. D1 taqsim 2 ko'paygan D2 taqsim 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni nima demoqchi bo'lyapmiz buni? Mana bu nima bo'lib qolyapti? Mana bu BD ni yarmiga teng qolyapti-da, O'da. Mana bu to'liq diagonal yarmiga teng bo'ladi. Chunki diagonal kesish nuqtasini teng 2 ga bo'linadi. Mana bu yer nima bo'lib qoladi? D2 taqsim 2 ga teng. Mana buchi D1 taqsim 2 ga teng. Bu yer ham D2 taqsim 2 ga teng. Tushunarli bo'ldimi? Mana bu D1 taqsim 2 ga teng. Mana ikkalasini ko'paytirib 2 ga bo'ladim desam 100 ga kelib chiqadi. Endi balandlikda mana bu asosni ko'paytirib 2 ga bo'ladim desam 100 ga kelib chiqadi. Demak, S1 ham ikkinchi tomondan A ko'paygan h taqsim 2 ga teng. Demak, tenglashtirib beradigan bo'lsam nima bo'lib qoladi? Yuzlar tenglashtirib yuborsam, u holda A ko'paygan h'imiz teng bo'lib qoladi. D1 taqsim 2 ko'paygan D2 taqsim nima bo'lib qoladi? 2 bo'lib qoladi. Endi e'tibor beramiz. Nima bo'ladi? A'miz bizga nimaga teng edi? A'miz 10 ilzosida 2 ga teng edi. Demak, o'rniga qo'yaman. A ni o'rniga 10 ilzosida 2 ko'paygan h teng bo'lib qoladi. Ya'ni D1 da yarmi. D1imiz nimaga teng edi? 10 edi. 10 ko'paygan ilzos 4 minus 2 ilzosida 2 edi. 2 ga bo'laman 5 bo'lib qoladi shunda. Demak, 5 ilzosida hop 4 minusdan 2 ilzosida 2. Ko'paygan keyingi D2 ga bo'lyapti. D2 taqsim 2 bo'lyapti. D2imiz nimaga teng edi? Mana 10 ilzos 4 plus 2 ilzos 2. 2 ga bo'lib yuborsam 10 ni 5 ga aylanib qoladi. Demak, 5 ko'paygan ilzosda 4 plusdan 2 ilzosda 2 ga teng. Bo'ldi. Endi mana ikkalarini ko'paytirib hisoblayman. Demak, 10 ilzosda 2 ko'paygan h ko'paytirib hisoblaydigan bo'lsak 5 kira 5 25. Bu ilzosni bo'lib qoladi 16 minusdan 8. Demak, 10 ilzosda 2 ko'paygan h'imiz teng bo'ladi 25 ko'paygan 2 ilzosda 2. Tushunarli bo'ldimi? Demak, mana bu ilzosda 2larimiz qisqarib ketadi. Endi 25 ni 2 ga ko'paytsak 50, 10 ga bo'lsak necha bo'lib qoladi? 50 ni 10 ga bo'lsak 5 bo'lib qoladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, h'imiz 5 ga teng bo'lgan ekan. Mana h'ni 5 ga tengligini topib oldik. Demak, mana bu h'imiz nima bo'lgan ekan? H'imiz 5 ga teng bo'lgan ekan. Demak, mana shu uchidan har bitta tomonga perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, nechta tomonga tushyapti? 4 ta mana. Bu yer 4 ta tomonga tushyapti. Demak, bu ham h. Demak, 4 va necha bo'ldi? 5 bo'lyapti. Demak, 5, bu ham 5, bu ham 5, bu ham 5 bo'lyapti. Demak, 4 ta 5 bo'lyapti. Demak, tomonni, ya'ni diagonal kesish nuqtasidan tomonlargacha bo'lgan masofalar yig'indisi nechaga teng bo'lar ekan? 20 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, bu savolning javobi 20 degan javobga mos keladi. Shu bilan bu savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.